Moskvada shunaqa tovuqni oyoqlari sotiladi desam ishonasizlarmi? Hozir sizlarga ko'rsataman qayerda sotilishini, birga sizlar bilan borib ko'ramiz. Moskvadagi xorazmlik qizlardan hammaga assalomu alaykum. Bugun kayfiyatim yo'q edi. Aylanib keldim ko'chalarni, u yoqni, bu yoqni. Mana shu odamni ko'rib kayfiyatim ko'tarilib ketdi, to'g'risini aytaman. Bilasizlar, Moskvada xo'jayinim bilan ishlab yashab kelyapmiz. Ismim Munisa. Bugun yomg'irli kun bo'lgani uchun bilmadim nimagadir kayfiyatim bo'lmadi. Keyin ko'chalarni aylanib, shunaqa magazinga kirib, bir ikkita narsalar sotib olishga qaror qildim. Koreyskiy magazin ekan bu. Ko'rganinlardek, mana bu yerda yo'q narsani o'zi yo'q ekan. Boshim aylanib ketdi kirib ichiga. Eng shok holatga tushganim hozir sizlarga ko'rsataman nima topganim. Sizlarga savol qoldirmoqchiman. Sizlar meni qayerdan kuzatyapsizlar? O'zi umuman Moskvada shunaqa magazin borligini sizlar bilarmidinglar? Men bu narsa kurtga o'xshar ekan, lekin ta'mini bilmayman. Qanaqa har xil konfetlar ham bor ekan. Bu esa tuxum. Bir narsalarning ichidagi tuxum. U kalmar. Mana bu yana tuxum. Xullas yo'q narsani o'zi yo'q. Mana ulitkalar ham bor ekan, pryanniy bir narsalar bilan. Mana sizlarga kerak bo'lsa tovuqni, xo'rozni, bir narsalarni oyoqlari. Ko'rib o'zim shokka tushib qoldim. Qanday qilib saqlash mumkin? Yana xolodilnikda emas. O'zi вообще-то qanday qilib buni yeyish mumkin? Qanday yeydi odam apetiti bilan-da, masalan. Har xilisi yana KFC, qovurilgan, dudlangan, dimlangan, ostriy, sladkiy. Mana bu chili peretslari bilan, keyin yana sladkiy soleный, kattasi, kichigi, mana bu eng katta razmer ekan, ko'rib ko'zim chiqib ketay dedi. Keyin arafislarni ham soleный, sladkiy, ajjikalik, bir narsalik. Tortlar ham nimada xolodilnikda saqlanmas ekan, bilmadim nimaga ular nima qilib yomon bo'lib qolmaydi. Keyin sizlarga savolda $1000 beraman o'sha tovuq oyoqini yeb ko'rasan, ikkita uchtasini yeb tashlaysan desalar yermidinglar? Bu tort, sladkiy narsalar sotiladigan отдел ekan. Har xil narsalar bor. O'zi umuman obычно bunaqa narsalar xolodilnikda turadi-ku, lekin mayli. Kunjut topdim, kunjut olib ketaman uyga. Mana bunaqa pechenye topdim. Keyin har xil shokoladlar topdim va albatta choy ham topdim. Uyga olib ketadigan narsa, mana suxoy klubnika ekan. Buni ham tatib ko'ramiz. Bu ham kurtga o'xshar ekan. Mana sizlarga ulitka, yana apetitlaringiz ochiladi hozir. Xullas, rosa ko'p narsalar bor ekan. To'g'risini aytaman, boshim og'rib ketdi. Вообще bu yerda narsa ko'pligidan. Mayda-chuyda narsalar rosa ham ko'p ekan. Igrushka, hamma yoq igrushka bo'lib yotibdi. Keyin konfetchalarni ko'rdim. Kitayskiy har xil konfetchalar bor ekan. Oldim uyga o'zim bilan. Mana sizlarga yana o'sha tovuq oyoqlari. Moskvadagilar, sizlar kelib ko'rganmisizlar? Shu magazinni yozib ketinglar.